Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aka-ukalarim, musofirda yurgan aka-ukalarim, yaxshimisizlar, tanijonlari sog'mi, omonmi? Mana sizlarga yangi vakansiya chiqarishdan yana biz charchamaymiz. Aka-ukalarim, kanalda ko'rib turibsiz, обязательно bitta podpiska, bitta like, chiroyli komment deb yozib qo'yamiz keyin. Sizlardan nima ketdi? Sizlarga faqat yaxshi vakansiya chiqarishdan davom etamiz. Aka-ukalarim, mana sizlarga yangi vakansiya hozir bizga bitovshiklar yana kerak. Sababi bizga hozir angarlar yana ko'proq angarlar ochilyapti. Bitovka sabirat qilishga bizga hozir aka-ukalarimiz kerak. Bitovka sabirat qilishga 20 yoshdan 45 yosh, 50 yoshgacha olamiz. 50 yoshgacha bitovka sabirat qilishga. Mana hozir videolarni mana video davomida mana qo'yaman, hozir ko'rasiz. Mana qanday taxlanyapti, nima qilinyapti. Bitovka sabirat qilish eng arzoni 8200 rubldan 20000 rublgacha bor. Eskilar bor bu yerda, kerak bo'lsa bir kunga bitta sabirat qiladiganlari bor. Yangilar 2 kunga bitta sabirat qilyapti. 2 kunga bitta sabirat qilgan taqdirda ham yangilar 4000 rubldan 4200 rubldan tushadi. Oyligi bu yerdan boshlanadi. Kamiga 120 000 rubldan 250 000 rublgacha oyligi chiqadi bu yerda. Adresimiz Podmoskva, Sholkitskiy rayon, Derevni, Bogoslova. Eslaringizdan chiqarmanglar. Xo'p, O'zbekistondan kuzatib yurgan aka-ukalarim bo'lsa agar, prямо O'zbekistondan agar kelsa, patentiga, registratsiyasiga, barcha hujjatlariga mana bu rahbariyat sizlarga yordam beradi, keyin ish haqidan to'lab beriladi. Moskva territoriyasidan, Podmoskva territoriyasidan bo'lsa agar, dokument bilan oladi, patent bilan, nimaiki Podmoskva bizaniki ofitsialniy ishxona, turdovoy dogovor qiladi, ofitsialniy ishxona. Oyliklar deb aytib ketyaptilar. Oyliklari aka-ukalarim bu yerda ofitsialniy o'tgandan keyin, turdovoy dogovor qilgandan keyin bizga 2 marta kartangizga pul keladi. 20-chishloda kartaga pul keladi. 20 000, 30 000 rubldan pul keladi. Xo'p. Qolgan pul 20-chishlogacha, 15, 16, 20-chishlogacha qolgan pul nalichi holatda beriladi. Xullas bir oyda 3 marta pul beriladi, 2 marta kartaga pul tushadi, 1 marta nalichi pul beriladi. Yotoqxonalari bor, yotoqxonalarni aytganlar. Yotoqxonalarni platniy ham bor, besplatnisi ham bor. Farqi platnisi hojatxonasi, dushi, kuxnyasi hammasi ichida. Besplatnisi dushi, hojatxonasi общий aka-ukalarim. Hamma sharoiti yaxshi. Ishonarli, 100% ishonarli, bemalol qo'rqmasdan kelishlari mumkin. Bu yerda nima deydi? Посредник yo'q bu yerda. Prямо rahbarning nomerini qo'yaman. Tepaga shunday raqam qo'yaman, 4686 Lipo deb qo'yaman. Prямо ish yuzasidan aka-ukalarim, prямо Lipoga telefon qilasizlar, gaplashasizlar. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, pastdagi nomer 3737 meniki. Har safar men bilan gaplashish shart emas. Bu yerda tushunmagan joyingiz bo'lsa, ishga oluvchi men emasman. Rahbarning o'zi o'sha uchun raqamini qo'yapman. Ishga oluvchi inson Lipo bo'ladi. Bemalol murojaat qilib kelishlaringiz mumkin aka-ukalarim. Yotoq joylarni aytdim sizlarga, ish jarayonini aytdim, mana videosini qo'yib berdim. Ustochilikdan xabari bor odam bo'lsa agar bemalol kelishlari mumkin. Yuragida o'ti bor aka-ukalarim kerak bu yerda. Ishlayman deyotgan odamlar kerak. Bemalol kelishlari mumkin. Tanijonlari sog' omon bo'lsin. Ko'ryapsizmi? Обязательно bitta podpiska, like deb bosamiz, chiroyli komment yozamiz aka-ukalarim. Yana bir marta aytaman, adresimiz Sholkitskiy rayon, Derevni, Bogoslova. Tanijonlari sog' omon bo'lsin.